Qoplab berasan. Bu shaharda imkoniyat ko'p. Qoida bir. Har bir harakatdan iz qoladi. Nazorat esa kuchayib boradi. Yashirin sxemalar endi darrov ko'rinadi. 20 ta fura razgruzkada. Mana oxirgilari. Naq deganingizga zo'rlarini olib keldik. Juda soz. Qani yuring. Biz jazolamaymiz. Biz xatolarni topamiz va bartaraf etamiz. Nima gap? Ozod aka, hamma ishni naqd pulga bitirib qo'yamiz shekilli. Qurilishga olgan kreditimiz chiqimlarini qanday ko'rsatamiz? Akt выполнениyaga bajarilgan ish xizmati uchun faktura urib bersin. 50 milliardga yaqin. Top egasini. Beraman o'sha 2-3%ni. Ozod aka, bu xavfli-ku. Soliq bilib qoladi. Bilmaydi. Nima birinchi marta qilyapti deb o'ylayapsanmi? Otni kallasidek foizi mayli. Bugun ular hammasini ko'rib turibdi. Aytganini qil. Shubhali operatsiyalar aniqlandi. Muddat oz ekan. Darhol saqlash ombordagi sharoitni o'rganishimiz kerak. Shug'ullaning. Har qanaqa tizim aylanib o'tsa bo'ladi-ku. 50 ta ishchi gatov. Ular nima ish qilayotganidan xabari bormi o'zi? Bu ular uchun surpriz. Soliqni qaq to'lasin. Pul tushdimi? Shu bilan naqd qilamiz. Sabr, bir xil summa, bir xil vaqt. Bu biznes emas. Ular izni yo'qotmoqchi, lekin iz yanada ko'payapti. Kallang bilan javob berasan. Pul tushibdi. Seni bo'qadimi? Xufiyona operatsiya xavfi bilan jarayon noma'lum muddatga muzlatildi. Qoplab berasan. Halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat garovi.